Noskash do'stim, privet. Qara, kulib gapiraman, lekin gaplarimni jiddiy qabul qil. Eshit. Uylanguningcha xohlaganingcha nos chek. Nost ichida yashasang ham bo'ladi, cho'milsang ham bo'ladi, hech kimga qizig'i yo'q. Lekin baraka topkur. Uylangan kuningdan boshlab nos chaqishni обязательно tashlashing kerak. Nimaga bunaqa deyotganim tushunding menimcha. To'g'ri, og'zimni chayvoraman, toza bo'ladi deyishing mumkin. Ishon, nos chakkaningdan keyin og'zingni qaynatsang ham foydasi yo'q. Bu gapni eri nos chakadigan qizlar yaxshi tushunadi. Nos hidi kelyapti deb aytgisi keladi-yu, lekin bechoralar ayta olmaydi, har dardi ichida. Endi katta bola bo'lib qolding. Ko'chaga chiqib, libo aptekadan so'rasang dorisi bor. Olasan, har xumori tutganda shuni tilda tagiga bitta tabletkani tashib qo'yasan, ishon, uzog'i 2 haftada tashab ketasan. Gaplarimdan xafa bo'lma. Senga achinganim uchun, seni yaxshi ko'rganim uchun, yaqinim bo'lganing uchun bu gaplarni gapiryapman. Eng yaqin do'stim bo'lganing uchun ushbu videoni senga yubordim. Omadingni bersin.